Necha sensiz yotaman, seni boshdan otaman. Alo, ha Zulpi? Dadasi puldan bering, men ham lo'nni boteks qilgizay. Iya, sen ham o'rdak bo'lmoqchimisan, Zulpi? Ha bo'ldi, erimni ishlarini barakasini bersin, halolidan bersin, haramidan bermasin bizga deb duo qilib o'tirgan, xo'pmi? Oltin qalaming soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lur. Assalomu alaykum ota. Yandex chaqiruvmidingiz? Biznes mashinam bu bolam, bir omonatim bordi. Shuni chova-chova egasiga yetkazib borsang degandim. Ota, agar konvert ichida pul bo'ladigan bo'lsa, ola olmayman. Voy, hammang pulni deb yuribsan, jonim bolam. Uni dingillatadiganing nech pul ko'rsatibdi? Xo'p, 67 ming bo'lar ekan ota. Sheriklaringdan ko'proq olib kelavergan. Ko'p gapirmasdan buni yuzda olginda, mana shu omonatni qisib egasiga yetkazib bergin, tushundingmi? Qani ilohi amin. Top tushishingga baraka bersin. Hozirgi boshingga tushgan mushkuling oson o'laversin. Amin Alloh. Qanaqa mushkul? Jinnimi bu? Pochtangiz kelmayapti-yu. Pochta sizgami-da? Keldingizmi, uka? Keldim aka. Mana omonatingiz, men ketdim. To'xtang, ichini bir ko'raylik-chi. Ichida balo ham yo'q-ku. Nima? Alo, shaydaman, yetib keldim. Bu ham shantajlik qilyaptimi? Tanimayapti. Birovni haqida qo'g'mas ekanda, ko'rinishingdan tuppa-tuzuk bolaga o'xshaysan, jon uka. Iya, qanday bergan bo'lsangiz, shuni olib kelib berdim, tog'a. Men senga 20 ta qog'oz beraverdim, jon aka. Yaxshi gap yaxshi, ammo Malibuyni Matizga aylantirib qo'yaman. Oltin qalamim bor, tushundingmi? Menga shantajlik qilmang, tog'a. Bo'lmasa yozaman ekanda, jon uka. Men senga tiravolatgan joyim yo'q. Men ham insonman uka. Sekin-sekin qilib beraver. Hozir oldingda qancha pul bor? Shu tog'a boya bergan 100 dollaringiz bor. Bo'ldi. Yana 1900 ni sekin-sekin qilib beraverasan. Men ham insonman, tushunaman. Texpasportingni ber, ishonarli bo'lsin. Texpasport. May. Bo'ldi. Endi bugundan keyin birovning haqqidan qo'rqqin, xiyonat qilmagin, tushundingmi? Big'illataman olib kelib bermasang. Alo, Zulpa? Boqdi yana qoq qo'shingni. Bo'qman muncha tirjayib, nima muncha xursandsan? To'g'ri aka, buni qarang dadam kartamga 500 ming sen pul tashlabdilar, mazza qilib kiyinaman endi. Voy sadilon haromchasi, zo'r idea bo'lsanga. Nima ideya? Margat qilman menga. 500 ming bormi to'shna? Bor. Unaga titilarga boraylik. A? Yana boshladi. Titi deyman, titi, bo'g'iga katta bo'lib qolding bir, ha? Bu umrida aka dadam ham kiyim o'rlaganlar. Keyin qayerdan olaman kiyim? Men zakonni maktab formalarimi bor, bildirga. Yurmasang o'shalarni beraman. Yur. Nastya o'ti. Dengi nadasini qarash o'shas hal qilamiz, tamom. Men qarasadilon haromchasi, kartanga boram pul. Ha, bu. Ben oldin tashanglar, keyin aytaman, yo'q. Tashadan. Suvni ko'rmasdan ishon ekan. Zakonni hammasi. Uylab ko'raverlar, tashamaylik. Tasha, Jobir. Bayram. Chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat ko'rsatilganidan tashqarida.